Hi guys, challenge 10-kun. Bugun aytmoqchi bo'lgan yaponcha sirim laklarsiz yaltiraydigan tirnoqlar. Muslima opa-singillarim, siz ham yaqinroq keling. Bu usul bemalol tahorat o'tkazadi. Birinchi qadam: avval qo'llarimizni kichkina vannочка qilamiz. Tirnoq yumshaydi, shakl berish osonlashadi. Ikkinchi qadam: tirnoqlarni oldik, biroz shakl berdik. Yapon ayollarining tirnoqlari shunaqa tartibli bo'lishining siri aynan shu kichik qadamlarda. Uchinchi qadam: pilkani mayin qilib ustidan yurgizamiz. Shu yerda mo'jiza boshlanadi. Yaltirash shunaqa chiqadiki, ko'rgan odam "Gel-lak qilganmisiz?" deb so'raydi. To'rtinchi qadam: qo'llarimizni yuvamiz, pilkani ham yuvib qo'yamiz. Shu juda muhim, bizga uzoq vaqt xizmat qilishi uchun. Beshinchi qadam: oxirida yumshatuvchi krem. Qo'l ham tirnoqlar ham silliq, parvarishli ko'rinadi. O'la go'zallarim, qaranglar, bu natijani men sevdim. Siz ham kommentariyada baho bering. Agar sizni ham tirnoqlaringiz tabiiy yaltirab tursin desangiz, shu manikyur setni Jasmine Japan Shop'dan bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Natijasiga o'zingiz oshiq bo'lasiz.